xavfsiz ovqatlantirishni outsourcing xizmatini tashkil etish to'g'risidagi seminarni boshlab oldik. Hammamiz ham xato qilamiz. Lekin o'sha xatoliklarni tuzatish maqsadida birinchi navbatda tadbirkorlarga talab qo'yilgan sertifikat bilan birga oldi. Ikkinchi navbatda mutaxassis sifatida sen yaxshi bilasan, hamshiralarga talab qo'yilyapti, ko'rib olinglar ularni. Ertaga favqulodda vaziyat bo'lib bilan tekshiradigan boshqa bo'lsa, nomutaxassis ishlatayotganingizlar bir tushuncha ham bo'lib qoladi-da. O'sha uchun sizlarga taklif beramizki, bularni onlayn, offlayn bo'lmasa onlayn o'qitib beramiz bularni. Kelgusida malakasini oshirish uchun 3 yil davomida diplomli oshpazlarni ularning malakasini oshirishimiz kerak.